Kamola, Zuhra, Salomat, Karomat. Ana kim qoldi? Kim Dilfuza? Kim u? 5-inchisi Shukrullo, siz bo'lasiz. Nimaga 5-inchisi? Shuncha qizlar orasida men nima qilaman? Zo'r joy bor, yuring. Qayer? Yuring, tez yuring. Nima uchun men 5-inchisi tushunmayapman shunga. Bir ham ko'p savol berasizda, yuring degandan keyin yuring. Mahrga necha gramm pilla va'da qilgandingiz? 10 gramm. Eng qimmat komplektingizni ko'rsating. Ha, 5-odam olib keldim. Mana tilla o'zigimni ham bering. Nima uchun Shukurjonim 5-odam qilib olib kelib, tekinga tilla o'zi olganim sizlarga ham qiziqmi? Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Bu Zinat tilla do'koni. Bu yerdan siz Turkiya, Rossiyani asl zavod tillalarini xarid qilishingiz mumkin. Eng muhimi esa muddatiy to'lov ham mavjud. Naqd pulingiz yo'q, davlat tashkilotida ishlamaysiz, lekin kartangizda pul aylanmasi mavjudmi? Zinat tilla do'koniga kelib, istalgan tillangizni muddatiy to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Eng muhimi esa siz Zinat tilla do'konidan naqdga tilla xarid qiladigan bo'lsangiz 7%, muddatiy to'lovga oladigan bo'lsangiz 5% lik chegirmaga ega bo'lasiz. Agar siz bu do'konga 5 ta do'stingizni taklif orqali olib keladigan bo'lsangiz, bitta tilla